Ismoil aka, O'zbekistonda xonadonlarda ko'proq 5-6 kishi yashashadi. 5-6 kishi yashaydigan 4-5 xonali xonadonlarga, uchastkalarga qanaqasidan olgan, qanaqa isitish moslamasini olgan yaxshi? Ariston yoki boiler? Xo'p, qarang, agar uyingizga siz Ariston qo'yadigan bo'lsangiz, Aristonni bilamizki, manimcha 1.5, o'rtacha 1.5-2 kilovatli bo'ladi hammasi. Soatiga shu elektr energiyani rasxod qiladi. Bu degani hozirgi limitlarda, ayniqsa qishki mavsum limitlarda xarajati kattaroq bo'lib ketadi degani. Agar siz kosmik boiler qo'yadigan bo'lsangiz, boilerimizda biroz boshqacharoq, gaz yaxshi bo'lsa, chiroq bo'lsa, kotellarni o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, siz unga boiler o'rnatadigan bo'lsangiz, ancha выгодныйroq tushadi. Nimaga? Chunki siz kotelingiz bor. Kotelni olganda albatta uni kosmik boiler ichidagi teplobmenlikni ham, issiqlik berishini ham hisobga olib kotelni podbor qilish kerak. Lekin biz bilamizki, ko'p xonadonlarda kotelni doim katta tanlashadi. Yaxshigina zapasini tanlashadi. 100 kvadratli joyga masalan bemalol 32 nalik kotellarni ham qo'yib qo'yishadi. Tajribadan kelib chiqib bilamizki, boilerni qo'shsak bo'ladi. Shunaqa holatda agar siz 100 litrlik yoki 150 yoki 200 litrlik oilangizni sarfidan kelib chiqib, suvni sarfidan kelib chiqib, rasxodni hisoblab turib boiler tanlaydigan bo'lsangiz, hozirgi payt eng optimal variant shu bo'lib turibdi. Okey, masalan bizning mahallada elektr ko'p o'chadi. Bir kunda 3-4 martalab o'chadi, ayniqsa qish kunida. Bunaqa hududlar ko'p, to'g'ri O'zbekistonda. Bunaqa vaziyatda nima tavsiya qilasiz? Endi agar sizni uyingizda chiroq ko'p o'chadigan bo'lsa, gaz lekin yaxshi bo'ladigan bo'lsa, u uchun alohida gaz boilerlarimiz bor. Bilamizki, agar chiroq o'chsa, bizning boilerlarimizni isitadigan kotellarimiz ham o'chadi. Chunki kotel hozirgi zamonaviy kotellarga chiroq ham kerak, gaz ham kerak. Gaz bo'lmasa ham ishlamaydi, tok bo'lmasa ham ishlamaydi. Agar chiroqingiz ko'p o'chadigan bo'lsa, bu degani kosmik boiler sizga juda ham optimal bo'lmasligi mumkin. Bunaqa holatda asosan qo'yiladigan boilerimiz bu gazli boiler bo'ladi. Gaz boiler shu eski titarlarni bilarmidingiz? Shu katta bo'lgan titarlarimiz bor, temirdan qilingan. Qishdan kirib bundoq quchoqlab isinib turardik biz uchun. Ha, o'sha narsani hozir zamonaviy chiqib ketgan. Bu qanaqa? Eskidan nima farqi bor? Gazli zamonaviy boilerlarimizni usti 4 sm, 5 sm pena bilan izolyatsiya qilingan bo'ladi. Bu degani o'sha bochkani, boilerni ichidagi issiq suvni haroratni ichida saqlab turadi degani. Shuni hisobiga gazni pastida ham issiq suvingiz doim bo'ladi. Oldin gazimizni baland qilib qo'yardik. Nima baland qilib qo'yardik? Chunki oldingi titarlarning ustida izolyatsiyasi bo'lmagan. Izolyatsiya bo'lmagandan keyin u bizning katta titarlarimizdan chiqayotgan issiq hammomni ham isitib qo'yardi. Endi oldin rasxodlarimiz gazga qanaqa edi, hozirgi payt qanaqa? Tem bo'li qishga kiradigan mavsumlarimizda limitlarimiz bor. U вообще bir deganda bu sizga eski titarlarimizni 4 million 5 million rasxodga tortib ketadi. Bular bo'lsa ancha ekonomichniy. Endi bitta savol shu yerda. Hop. Aristonda relay bor, Tifalga o'xshagan. Suv isigandan keyin o'zi o'chadi. Ma'lum bir gradusda o'chadi va suv kamayib ketsa va pasayib ketsa suvning gradusi pasayib ketsa, u yana qaytib isitishni boshlaydi. Bundacha bu kun bo'yi yonib yotadi ma'lum bir gradusda gaz yoki o'zi kerak bo'lgan paytda gazni balandlashtirib oladi. Hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa. Ya'ni gaz boilerlar qanaqa bo'ladi? Gaz boilerlarimiz 2 xil toifaga bo'linadi. Bizning o'zimizda ham 2 xil gaz boilerimiz bor. Birinchisi Fitzman gaz boilerimizga qaraydigan bo'lsak, Fitzman gaz boilerimizda umumiy siz masalan komandani berasiz suvga berganingizdan keyin butun garelka yonadi. Garelka yonib turgan payt o'sha kerakli haroratga suvni olib chiqib beradi. Keyin garelkaning bir chekkasida kichkina pli bo'ladi. Pliga o'tib oladi. Ya'ni katta garelka o'chadi, kerakli haroratga yetgandan keyin pliga o'tib oladi. Plini o'zi yonib turadi. Siz hammomdan, oshxonadan suvni ochdingiz, suvni harorati yana tushishni boshladimi, mana shu plini o'zidan yana gup etib garelka yonib oladi. Yana o'sha butun garelka ishlab yotishni boshlaydi. Ikkinchi gaz boilerimiz bo'lsa, ikkinchi gaz boilerimiz xuddi kotelga o'xshab ishlaydi, zamonaviy kotellarga o'xshab ishlaydi. Garelkasini o'zi o'chiradi, kerakli haroratga chiqqandan keyin o'chiradi va keyin suv sarfi yana ko'payib, suv pasayib borganda harorati yana garelkani yondirib, zamonaviy kotellar qanaqa ishlasa xuddi shunaqa ishlaydi. Faqatgina bitta nyuansi bor. Bu gaz boilerimizga ham tok, ham gaz kerak bo'ladi. Hop, boilerni, gaz boilerni, birinchi gaz boilerni nima yomon tomoni bor? Gaz boiler yomon tomoni yo'q. Gaz boiler bitta farqi, agar siz uyingizga kosmik boiler qo'yadigan bo'lsangiz, siz bunga alohida gaz tortib kelib o'tirmaysiz. Ya'ni ikkinchi tochka tortmaysiz. Gaz turbasini tortib kelish kerak bo'ladi. Shundoq sistema отоплениyaning o'zida yoniga qo'yasiz. Santexnik bitta boiler prioritet qilib sizga to'qib beradi sistemani. Agar siz gaz boiler qo'yadigan bo'lsangiz, unga отдельно дымоходi bor. Dымоход tortib kelishingiz kerak bo'ladi va gaz turba ikkinchi tochka tortib kelishingiz kerak bo'ladi. Plus xarajati koteldan tashqari sizga yana bitta gaz rasxod topildi. Ikkinchi tochka bo'ladi-ku.
Undan ko'ra anaqa yaxshi ekanda, kotel gulab qo'ygan yaxshi ekan. Lekin gaz o'chib qolsa, svet o'chib qolsa dabdala bo'ladi-da. Bunisi ham bor. O'zbekistonda ko'p hududlarda, hattoki gazlangan deb ko'rsatilgan hududlarda ham qishda, sovuqda, ayniqsa anomal paytlarda, yanvar oyida gaz bo'lmaydi. Narxi qaysi biri arzonroq, qaysi biriga sifatiga ko'proq garantiya beriladi? Buni ham sifatligi bor, buni ham sifatsizi bor, hammasida. Ishonchli, sifatli, servisi bor, bir necha yildan beri olib kiradigan, o'sha import qiladigan korxonalardan, do'konlardan oladigan bo'lsangiz, xotirjam olasiz. Chunki u sinovdan o'tgan bo'ladi, uni orqasida servis otdel mutaxassislari bo'ladi va narx-navoni ham hech qachon ular bir safar baland, bir safar past qilib o'ynatmaydi hech qachon katta korxonada. Bundan yiliga taxminan Aristondan qancha sotiladi, bundan qancha sotiladi? Talab qaysi biriga kuchliroq? Hozirgi payt eng ko'p sotilayotgan narsa bu kosmik boylerlar bo'ldi. Chunki boylerlarimizni 80 litrdan boshlab, 80 litr degani bu hozir er-xotin bitta kichkina farzandingiz bo'lsa, oilada 3 kishi bo'lsanglar, kvartirada Novostroyga ko'chgan bo'lsanglar ham 80 litr sizlarga xarajatingizga bemalol yetib beradi. O'shaning uchun bizda kichkina oilada, yosh oilalar ko'pligini hisobiga 80, 100, 120 litrli boylarimizni juda ham ko'p sotilyapti. Va shu birinchi o'ringa chiqib ketdi bular hozir hammasidan. Bo'ldim, savolingiz qolmadimi, ketdim? Bor, bitta savol bor. Nima savol qoldi? Men faqat internetda ko'rganman, Aristondan tok uradi deydi. Shunaqa Ariston ko'rdimki, yotqizib qo'yiladigan Ariston ko'rdim. Yonmachasiga. Aristonni agar yotqizib qo'ysang, tok uradi degan videolar internetda to'lib yotibdi. Rostdan siz hayotingiz tajribingiz davomida ko'rganmisiz? Kelganmi klient? Aristondan tok urdi degan klient. Bu nima holatdan kelib chiqadi bu narsa? Aristondan tok urishi bor narsa. Bu bizning tellarimiz yedirilib qoladigan bo'lsa, o'sha sekin-sekin anaqa tok urishi boshlaydi. Keyin tenni har xillari ham bor. Tenni sifatligi bor, sifatsizi bor. Agar ishonchli suv isitishdan oladigan bo'lsangiz, ularda ham hattoki tok uradigan holatda bo'lib qolgan. Shu tok urmasligi uchun hozir maxsus bozorlarda dielektricheskiy muftasi bor o'zini. Aynan tok o'tkazmaydigan juda ham ko'p. Hozir pastda rasmini ham qo'yib ketamiz. Shu narsadan sotib olib bitta o'rnatib olsangiz cho'tka bo'lib ketadi. Endi bundan ham qiziq joy bor, bilasizmi? Nima? Boylarda ham hisob-kitob bor. Radiator qaysi biri suv deganda, anonsi suv, bunisi suv qilmasdan sizga hisob-kitobini chiqardik-ku buni. Mutaxassislar ham ko'rishdi, iste'molchilar ham ko'rishdi bu narsani. Boylerlar ham 5 kishilik oilada, 4 kishilik oilada yoki 3 kishilik oilada hammasini asli necha litrli boyler ishlatish kerak, o'zining standartlari bor va uning ham hisob-kitobi bor. Xohlasangiz, shu narsa hisob-kitoblarni to'g'risida ham video qilamiz. Sizga o'xshagan qiziqqanlarga ham va hatto santexnik mutaxassislarga ham, qurilish sohasidagi hammaga ham juda foydali bo'ladi. Keyingi videoda joylaymiz ham. Ketdi. Endi boyler hisob-kitobini kutinglar.